Harbiy sohada ilmiy yondashuvlarni rivojlantirish, innovatsion g'oyalarni amaliyotga tatbiq etish va zamonaviy harbiy texnologiyalarni joriy etish bugungi kunning ustuvor vazifalaridandir. Shu maqsadlarga bag'ishlangan ilmiy amaliy konferensiya O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi ixtisoslashtirilgan o'quv markazida bo'lib o'tdi. Tadbirda 10 dan ortiq turli vazirlik va idoralar hamda oliy harbiy ta'lim muassasalarining professor-o'qituvchilari, mustaqil tadqiqotchilar ishtirok etdi. Konferensiyada kelgusida qo'shinlarni zamon talablariga javob beradigan qurol-aslaha, harbiy texnika va maxsus vositalar bilan ta'minlash bilan bir qatorda yetakchi xorijiy davlatlarning ilg'or tajribalarini o'rgangan holda qo'shinlarni tayyorlashning yangi texnologiyalarini joriy qilishni, ilmiy nazariy hamda uning amaliy jihatlariga oid muammolarni va bu boradagi ilmiy ishlanmalar hamda favqulodda holatlarda qo'llanish imkoniyatlari muhokama etildi. Konferensiyani o'tkazishdan asosiy maqsad harbiy ilm-fan yo'nalishida zamonaviy innovatsion texnologiyalarni joriy etish va pedagogik yondashuvlarni takomillashtirish, mavzuga oid muammolarni aniqlash, yetakchi xorijiy davlatlarning ilg'or tajribalarini o'rganish va tahlil qilish orqali kelajak texnologiyalarni yaratish hamda uning huquqiy asoslarini yanada takomillashtirish, sohaga oid fundamental va ilmiy amaliy tadqiqot ishlarini natijalarini muhokama qilish, ularni amaliyotga tatbiq etish bo'yicha taklif va tavsiyalarni ishlab chiqishdan iborat. Shu bilan birga tadbir davomida soha yo'nalishida amaliy ko'nikmaga ega soha mutaxassislari tinglandi, tajribalar almashildi va amaliy takliflar bildirildi. Konferensiyaning amaliy qismida bo'linmalar tomonidan ishlab chiqilgan innovatsion g'oyalar, xususan amaliy bajariladigan sinov mashqlari o'tkazilib, kelgusida amaliyotga joriy etilish maqsadida tegishli tavsiyalar berildi. Ilmiy anjuman yakunida sohaga oid zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, milliy kadrlarni tayyorlash va kelgusida ushbu yo'nalishda strategik hamkorlikni kuchaytirish bo'yicha qator vazifalar belgilab olindi. Tadbir mamlakat harbiy salohiyatini yuksaltirishga qaratilgan salmoqli ilmiy yondashuvlarning amaliyotga tavsiya etilganligi bilan ham samarali bo'ldi.